Biz bugun manejni full qilamiz. Ikkinchi qism do'stlar. Judayam tez men aytgan narsalarni qilishlar do'stlar. Buning uchun sizlarga judayam katta rahmat do'stlar. Biz 93 ta bo'ldik. Rahmat buning uchun. Va do'stlar, birinchi bo'lib biz kerak bo'lmagan futbolchilarni sotib olamiz. Xo'sh, bo'ldi. Bu yerda ham futbolchi bor. Fitnessga sotib olamiz va endi ko'k agent olamiz. Agar Husanov tushib qolsa, albatta uni olib qolamiz do'stlar. Xo'sh, angliyalik kim bo'lishi mumkin? Xo'sh, reytingni balandroq bo'lishi mumkin. Hujumchiga o'xshayapti. Hujum yo'q, yarim himoyachi bu menimcha. Passing 70 ekan. Xo'sh, driblinglar ajoyib ko'rsatilmoqda. Xo'sh, ball kontrol 75 kim ekan? Angliyalik. Xo'sh, 72 da Ramsey ekan. Mayli, hozir keyingi agentni ham olamiz. Xo'sh, kim ekan? Davlatni tushunmadim, qaysi davlatligini bilmadim. Xo'sh, kim ekan bu? Bu yo'q, himoyachi. Tackling 72, shu bu ham 70-71 atrofida bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, Strun 82, 72 ekan. Ikkita futbolchimiz 72 bo'ldi. 72 futbolchi tushdi. Bularni sotib olamiz albatta. Chunki hech qaysi bizga kerak emas. Xo'sh, mana biz manejni full qilishni boshladik do'stlar. Xo'sh, ko'ramiz. Satarasiga tushdi-yu. Staminasiga tushganda yaxshi bo'lardi. Birinchi bo'lib kamon kuchaytirishlarni sotib olamiz. Yaxshi, staminasiga tushdi. 94 bo'ldi staminasi. Staminasini 100 qilish kerak. Bega stressi qo'shilib ketadi-yu. Yaxshi 90 bo'ldi do'stlar. Xo'sh, satarasiga tushmoqda. Satara 80+ bo'lsa ham bo'laveradi. Staminasini 100 qilish kerak do'stlar. Keyin taklingni ham men shu tepadan 400 chiqarmoqchiman do'stlar. Shunda yaxshi bo'ladi va 80 bo'ldimi? Ha, 80 bo'ldi satarasi. Endi rare deb bosib olamiz. Xo'sh, 100 bo'ladi aniq bu yerda. Bo'lsa ham hozir bu yerda 91 bo'ldi va hozir mayli, buni ishlatib qo'yaveramiz. Va mana 3-100 ham chiqdi Nuno Mendesdan. Yaxshi, lekin bizda asosiy kuchaytirgichlar tugadi. Va hozir bu yerda arzonroq futbolchilarni olamiz. Kimni olsam bo'lar ekan? Bu yerda buni olaman. Mana qaysi biriga pulim yetadi? Mana. Xo'sh, mana buni sotib olamiz ularni albatta. Og'ziga e'tibor bermaysizlar do'stlar, hozir bo'ldi. Mana bosib olamiz tezroq. Hozir bo'ldi do'stlar, pashti 91 bo'ldi. Endi bundan beramiz bitta. Xo'sh, 92 bo'ldimikan? 92 bo'ldi, yaxshi. Lekin bizda hozir nima qilamiz hozir? Bu yerda futbolchilar ham yo'q. Xo'sh, olmoqni ishlatsam-mikan? 92 olmoqni ishlatib qo'ysam-mikan? Bu yerda mayli, olmoq ishlatib beraman do'stlar, sizlar uchun barchasi. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar, iltimos. Unaqa berib yuboribman-ku. Fitnessga bermoqchi edim, mayli, qo'shilib qolsa yaxshi bo'laveradi ham. Xo'sh, full holatga ketadi bu videoda do'stlar. Menda yetarlicha olmoslar bor. Bularni ishlatamiz albatta do'stlar.
Mana 93 holatiga yetdi. Deyarli full bo'ldi do'stlar. Futbolchim Nuno Mendes. Juda ham ajoyib qanot himoyachisi, chap qanot. Xo'sh. Hozir bittalik beramiz endi. Bo'ldi, lekin full bo'lmadi hali. Endi esa texnika beramiz. Oddiydan beraveramiz, kamon kuchaytirishlardan. Olmoslarimiz juda ham ko'p ketib qoladi-yu, mayli do'stlar, sizlar uchun barchasi. Va do'stlar, do'stlar, keyingi video qanaqa bo'lishini albatta kommentga yozib qo'yinglar. Bu men uchun juda ham qiziqarli bo'ladi, keyingi video qanday bo'lishi. Va hozir oxirgi komon kuchaytirishni ishlatamiz. Yo'q, full bo'lmadi. Yana bitta ishlatar ekanmiz. Bunaqalar juda ham kam qoldi olmoslarimiz, lekin bu ajoyib holda full bo'lmoqda Nuno Mendes. Xo'sh do'stlar, keyin safar qanday futbolchini full qilay yoki qanday video bo'lsin? Aytinglar o'zlaring. Ketdi to'satdan va mana do'stlar, ajoyib holda full bo'ldi Nuno Mendes. Tepadan 400, tackling 85, pas 85, kontrol esa 86 do'stlar. Bu yerda u ajoyib tarzda full bo'ldi va qo'shimcha tarzda hozir bunga berib qo'yamiz hozir. Mana 90 bo'ldi kirisi. Reaksiyasini 100 qilmoqchiman do'stlar. Shunda ajoyib bo'ladi. Burasi Kurtuvaga o'xshab do'stlar. Kurtuvan do'stlar, men uni handlingini 100 qilganman. Shunda do'stlar juda ham zo'r o'ynaydi. Do'stlar, Kurtuva yana bitta ma'lumot do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek. Mana do'stlar, bu yerda bular ochildi va hozir bu yerda mana bu yerda 8 talikni olishingiz kerak. 8 talik emas, mana bu yerda 6 talik turadi. Mashinalar hozir asosiy da'vogarlar. Eng asosiylari bu yerda albatta Barkolya bo'ladi. Barkolya va eng 3 ta yaxshi 3 ta 4 tasi bor, olishingiz juda ham kerak bo'lganlar. Ispaniyaliklar va Braziliya. Bu yil super jamoaga ega bo'lgan Argentina. To'g'ri, Angliya ham yaxshi, lekin ularning jamoasida nima desam, Palmer yo'q, Alexander Arnold yo'q. Shunga o'xshagan yulduzlar chaqirmagan. To'g'ri, Argentina ham yaxshi jamoaga ega, lekin bu yerda ular bilan birga tushib qolsa, Fransiya ularni yutish ehtimoli bor. Braziliya va Ispaniya. Portugaliya ham yutishi mumkin. Angliyani lekin o'zi yutib qo'yadi menimcha do'stlar. Mana do'stlar, bu jamoaga nechidan nechi berasizlar? Kommentariy yozib ketinglar do'stlar. Mana ajoyib sostav do'stlar. Do'stlar, mayli like bosib qo'y, like va obuna tugmalarini bosib qo'yinglar. Bu men keyingi video chiqarganim motivatsiya bo'ladi. Video tugadi do'stlar.